Kecha yaqinda o'sha biz tomonda bir avariya bo'libdi, shu haligi qimmatroq mashina mingan, shu noto'g'ri kelgan, bu solgan biqin ekan. O'sha yegan odam o'shaga tez yuradigan odam edi o'zi. Примерно taniysizmi Matarofizdagi mashinalar kim qanaqa yurishini. Uchi birdaniga avariya bo'lib ketmaydi. Shuninglar ukalar, akalar endi o'zini esini yig'ib olgan. Bittasini pop deb qo'qitdingiz. Foydani bo'lsa-da, bo'yningizni usunda. Bittasini qisib o'tib ketdingiz. U so'kdi. Mashichi grammlar to'planib turadi. Men sizlarga soddaroq qilib tushuntirsam. Krutoylik qildinglar, televizorda ko'rgan narsani qisib o'tib ketdilar, streshniga chiqib ketdilar, xullas bir narsa qildinglar-da. U to'planadi, tushuninglar. To'planib turib, o'sha avariya bo'lgani yaxshi bo'ldi o'sha odamga. Chunki yuvilib ketdi bular. Oxiratga qolmadi. Endi o'zi bilan problema tugaganda o'lib ketsin edi. U birovning joniga zomin bo'ladi. Birovning otasini, birovning bolasini, birovning xotinini urib o'ldiradi o'sha qilib yuradigan bo'lsa. Qoidaga rioya qilinglar.